Altının qadrini zəgə bilidi. Bir boy hoylusini ko'layotganda qattiq bir narsa ketmanga o'rinibdi-da. Shuni asta uni ochsa, qadimki zamonga oid nihoyat chiroyli bir haykal ekan. Bu haykalni ko'rib, bu nimati bu degan keyin qo'shnisi kelib, "Ya buni asori atiqa ne saqlaydigan odamlar balki elishi mumkin. Shuni ko'rsatib boqamsiz ya" degandan ma'qul deb asori atiqa do'koniga berib, "Mening hoylamdan bir haykal chiqdi. Nihoyat chiroyli ko'rkam bir haykal. Siz uni olamsiz" degan. "Ma'qul, men ko'ray" deb kelib qarasa, necha ming yillarga oid tarixiy qimmati bor bir haykal ekanda. Shuni bilan o asori atiqchi buningdan epdi. O dehqonmi qancha pul beray desa, shuningga setibdi. Ya'ni satqanga qo'shilib. Shuni bilan dehqon pulni elib, "Hey, pul degan qanday yaxshi narsa meni. Bu pulga nimani olsang ola olaysan, qo'sqon to'yg'iza olayman, kiyim-kechak ola olayman, bolalarning ehtiyojini qila olayman. Bu toshni hech kimga foydasi yo'q bir toshni shu pulga tegishdi. Dunyoda ajab ahmoq odamlar bor ekanda. Hech kimga yaramaydigan bir toshni shu pulga tegishdi emasmi?" deydi ekan. Ammo asori atiqani setib olgan odamchi, shunda xushalliqda dunyoda shunda ahmoq odamlar bor ekanki, pul desa hamma narsani sotadi. Bu necha ming yillik bo'lgan asori atiqa tursa, shunda qimmatli narsa tursa, shuni pulga sotamdi bekim. Dunyoda shunda ahmoq odamlar bor ekan deb to'qib ketibdi.